Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz pardaga to'g'ri razmer olish. Pardada to'g'ri razmer olishda biz birinchi o'rinda agar patologimiz gipsokarton bo'lmasa, patologdan polgacha, agar patolog gipsokarton bo'ladigan bo'lsa, tiagani tagidan polgacha o'lchov olamiz. Hozir men sizlarga qanday qilib to'g'ri razmer olishni ko'rsataman. Biz razmer olish borgan vaqtimizda karnizlar urilmagan bo'ladi. Shuning uchun hozir patologdan razmer olamiz va pardani qanday qilib bichilishiga necha qilib yozilishini ko'rsatib o'taman. Mana qizlar, hozir biz buni patolog deb hisoblab olamiz. Agar patologdan emas, devordan uradigan bo'lsangiz ham, tiagani tagidan ham tiagaga jasb qilib, mana shunday tiagani, mana bu yerda 10 sm tiaga bor desak, tiagani tagidan qilib ham mana shunday ushlab polgacha o'lchab olamiz. Mana qizlar, patologdan polgacha bizda 260. Patologdan polgacha bizda hozir 260 chiqdi. Siz buni daftaringizga 258 yoki bo'lmasam 259 deb yozasiz. Bu sizda pardangiz bichish davomida tayyor holati mana shu joygacha bo'lishi kerak. Bichish jarayonida endi qarang. Cho'l bichadigan bo'lsak, hozir ko'pchilik savol beradi, cho'lda necha santimetr minus qilsam bo'ladi deb. Chunki grek setkalarimiz bo'y tashlaydi. Bo'y tashlagani hisobiga 4-5 ham har xil cho'llar har xil tashlaydi. Sizga beradigan maslahatim, siz avvalambor cho'lni ikki yonini qaytarib olasiz va linoleumga cho'lni to'shab olganingizdan keyin yoki bo'lmasam kafelga to'shaganingizdan keyin cho'lni eng uzun joyidan mana shu hozir o'lchagan bo'yimiz bo'yicha chizib kesib olasiz. Biz hozir daftarimizga 258 yozdik yoki bo'lmasam agar mijoz ozgina pastroqda bo'lishni xohlasa 259 deb ham yozishingiz mumkin. 259 deb yozgan razmeringiz bo'yicha yerga to'shalgan kafelda pardangizning eng uzun joyidan ruletkani qo'yib 259 ni belgilab chizib olasiz qizlar. Chizib o'sha joyidan kesib olasiz. O'sha uyingizda bo'yi hisobiga. Keyin unga karsaj tikasiz. Karsaj tikish vaqtida sizda mana bu patolochniy karnizda 1,5 sm haqqi chiqib ketadi qizlar. O'shani chiqarib yuborganimizdan keyin pardangizni ilsangizga bu sizda to'g'riliq bo'y to'g'ri chiqishini olib keladi. Agar matoyingiz, setkangiz, grek setkalar yumshoqlik qilib ozgina cho'ziladigan bo'lsa, siz hozir aytganimdek qilib 259 qilib kesib olasiz. 1 metrcha joyiga bantovka qilib, zich bantovka qilib karsajni tikasiz. Karsaj tikib ilasizda, ilib karnizni ustidan o'sha bo'yda o'lchab ko'rasiz. Har bir cho'l har xil bo'y tashlaydi. Balkim 1 tashlar, balkim 3, balkim 5. Buni siz faqatgina ilish jarayonida ko'ra olasiz. Ilib ko'rganingizda yuqoridan pastgacha o'lchab, eng uzun joyigacha o'lchaganingizda nechiligini ko'rganingizdan keyin, agar sizda tikkan cho'lingiz 262 bo'lib qoladigan bo'lsa, unda yana yuqoridan o'sha keraksiz santimetrni olib tashlab, to'liq bantovkaga tersangiz bo'ladi karsajga. Partiyalarimizda esa aytganimdek, o'sha etagini qaytarib tayyorlagan holatimizga yerga to'shaymizda o'sha 259 santimetrni belgilab tekislab kesib bantovkaga teraveramiz. O'sha 1 sm bizaga karsajga tikish holatiga kirishini hisobiga pardamiz ilganimizda mana bu yuqorida men hozir sizda razmer olgan vaqtingizda karniz hisobini minus qilmadim, chunki u karsaj tikish vaqtida kirib ketadi. Mana shu bilan siz tikkan pardalaringiz hamma vaqt tekis va chiroyli bo'ladi. Endi bo'y haqida siz tushunchaga ega bo'lgan bo'lsangiz, pardalarimizni kengligiga oladigan razmer bo'yicha gapiramiz. Qaranglar, agar xonada ikkita deraza bo'ladigan bo'lsa, ikkita derazani oralig'i 1 metrdan katta bo'ladigan bo'lsa, siz har bir derazani отдельно olasiz o'lchovini. Agar xonadagi derazalar bir-biriga yaqin bo'lib 81 metrgacha bo'ladigan bo'lsa, u derazalarni siz splashnoy olasiz. Karnizini ikkita derazani usti bilan bir xil qilib olasiz. Endi отдельно olgan derazalaringizni eng kami 30 sm dan 50 sm, 60 sm gacha ikki yonga chiqarasiz qizlar. Bu derazamizni proyomi
dan atkosidan chiqariladigan razmeri yoki bo'lmasam o'sha podokolnikdan chiqaradigan razmeringiz. Eshiklarga keladigan bo'lsak, eshikda esa eng kami atkosidan 20 sm chiqishi kerak. 20 sm dan kam qilsangiz agar eshigingiz ingichka ko'rinishi yaxshi bo'lmaydi. Keyin yana e'tibor beradigan joyingiz, eshiklarda siz razmer olishingizda 20 sm chiqdingiz, ko'pincha eshik oldiga включательlar qo'yiladi. Mana shu joyini ham ko'rib o'tasiz. Включательni olgan razmeringiz 20 sm, включатель joyiga to'g'ri kelmasligi kerak. Yo agar включатель yaqin bo'lsa, включательdan tashqari tarafda olasiz, sal uzoqroq bo'lsa, 15 ga to'g'ri keladigan bo'lsa, включатель uchun majbursiz 15 sm ga urishdi. Lekin 15 dan ichkariga olmanglar qizlar. Menimcha tushunarli bo'ldi. Razmer bo'yicha men sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim shular. Yana qaranglar, agar xonada ko'pincha juda katta zal bo'ladi-da, deraza kichkina qoldirilgan bo'ladi. U derazalarga siz kompyuterda dizayn tanlab, xonaga mos ranglar, har birini fasonlarni remontiga qarab, qaysi remontda qanaqa stilda qilinganligini ko'rib, dizayn tanlaganingizdan keyin ham siz derazani o'zidan qancha chiqarib fason tanlashingiz bu o'zingizga bog'liq. Hozirgi vaqtda yangi qurilayotgan novostroykalarda e'tibor bersangiz agar, yuqorida fortichka qoldirilgan deraza o'rniga. Mana shu vaziyatda qanday qilamiz? Fortichkalarda ham tagan tagidan bo'y polgacha olinadi va fortichkani ikki tarafiga 50-50 chiqarib, xonaga chiroyli qilib защитник bilan parda qilganimizda xonaga siz deraza effektini beradigan chiroyli stil yaratib berasiz. U fortichkani o'ziga jalyuzi qilib beradigan bo'lsak, u ofisniy variant yoki bo'lmasam podvalga o'xshab qoladi. Shuning uchun ko'pincha siz hozirgi novostroykalarda spalnida bo'lganligi uchun spalniga mosroq fason dizaynni tanlab защитник bilan tiksangiz, u fortichkaligi bilinmaydi qizlar. Agar yana mana shu razmer bo'yicha sizlarda yana savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib so'rashlaringiz mumkin. Har biriga javob beraman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.